Tinchlikmi? Voy, ne shoshilib chaqirding bu yoqqa? Kecha obyektga o'tdim, yo'q ekansan, o'rtoq. Bilasan, o'rtoq kvartiradan chiqib ketdim. Yangi kvartira qidirib kecha kun bo'yi sarson bo'lib shu yerda qolib ketdim. Mayli, o'rtoq, gapingni qo'ygin-da. Men viloyatga chiqib ketdim. O'sha obyektga o'zing boshqosh bo'lgin, juda yaqin insonimga-da. O'zingga qurgandek qurgin, men senga ishonaman, o'rtoq. Bo'pti, ko'rishamiz yana. Puli bor, puli yo'q bilan nima ishi bordi shuni aytishadi. Yaqin o'rtog'im deb men dardimni aytib o'tiribman bunga. Bo'ldi, qolgan narsalar hammasi bor, tezlashtiraylik faqat, okey. Qolgan armatura qachon keladi? Boshqa armatura kelmaydi, okey. Mashina hammasini yetkazing. Nima deganing bu? Bu yetmasligini o'zing aniq bilib turibsan-ku. Sen bunaqa ishlamasding-ku. Tushunmadim senga, ukam. Okey, gapni ko'paytirmang-da. 5 ta qo'yadigan joyga 3 ta qo'ying-da, yetkazing mashina. Bo'pti. Bo'ldi, okey, bugun quyib tashlaysizlarmi? Bitoni tezlashtiraylik faqat. Kechadan beri senga telefon qilaman, telefoningni ko'tarmaysan. Olib kelib bergan sementing tufti ekan. Bu bilan fundament qurib bo'lmaydi. Bu uyda odam turadi. Ertaga bosib tushsa sen bilan men javobgar bo'lamiz. Sen bunaqangi ishlarga navbat qarshi eding-ku, senga tushunmayapman. Lekin bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, uzr, men ishlay olmayman. Okey, sizga olib kelib berilgan material bilan ishingizni bitiring bo'ldi. Qolganiga aqllilik qilmang. Ja ishlagingiz kelmayotgan bo'lsa, bemalol bo'shatib qo'ying. Men o'rningizga boshqa odam olib kelaman. Menimcha buni to'ychini kimdir yo'ldan urgan. Bu bola bunaqa emas edi. Sabr qiling-chi. Insof berib qolar. Ko'rdingmi ahvolini? Hamma arzonchi narsalarni olib kelgansan. Ukam shuncha paytdan beri sabr qilib keldim, o'zgarib qolar deb. Lekin sen battar qilsang qildingki, o'zgarmading. Men ertaga sharmanda bo'lib qolishdan qo'rqaman. Uyingni o'zing bitirib olgin. Nima bitta sanmi deb quradigan, o'zim ham bitirib olaman. Aqlli. O'rtoq, ancha bitib qopti. Dizaynlarni ham shu yorib yoribsan, lekin O'zimcha mehnat ketgan o'rtoq, amalladi, men bitirdim. menga bitta xislating yoqadi. Bitta ish qilsang, mas'uliyat bilan qilasan-da. Shu bitirgan uyingni surpriz bo'lsin deb aytmadim. O'zing uchun qurding, o'rtoq. Mana senga kaliti. Maza qilib farzandlaring bilan, oilang bilan yasha, do'stim. Juda yaqin insonimga-da. O'zingga qurgandek qurgin, men senga ishonaman, o'rtoq. 5 ta qo'yadigan joyga 3 ta qo'ying-da, yetkazing mashina. Sizga olib kelib berilgan material bilan ishingizni bitiring bo'ldi. Qolganiga aqllilik qilmang. O'rtog'im sodda-da. Uchastkalik halitini olib do'zrab qoldi. Yuraymi, buni yuvmaymizmi? Ha. Hozir o'rtoq.